Bolalaringiz iymoniy va e'tiqodiy saboqlarni o'z ona tilida o'rganishni istaysizmi? Iymon sovg'asi nomli ushbu kitob aynan shu maqsadda yozilgan. Iymon sovg'asi 2 bo'limdan iboratdir. Birinchi bo'lim iymoniy va e'tiqodiy so'roqlar va javoblar ochiq va sodda iboratlar bilan yozilgan. Ushbu bo'limda bolalar uchun eng muhim so'roq va javoblar Alloh taolo, Islom, maloikalar, osmoniy kitoblar, Qur'oni Karim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, mazhab, Ka'ba, Nabaviy masjid, Baytul Muqaddas va boshqa kerakli mavzular haqida oddiy va tushunarli shivada yozilgan. Ikkinchi bo'limda esa masnuna duolar, qunut duosi, iymon mujmal va iymon mufassal 6 kalima ma'nolari bilan va hamda amaliy namoz o'qish shivasi joylashgan. Aytish kerakki, Iymon sovg'asi kitobi Muhammad Javzoniy orqali to'planib, o'qishga tayyor bo'lgan. Kitobni qo'lga keltirish uchun quyidagi WhatsApp raqamga murojaat qiling: 0731 92 85 49.